Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchilar. Öz tarixini yozgan millat, öz taqdiriga ega chiqqan millatdir. Tarix faqat o'tib ketgan voqealarning tizilmasi emas, balki bir millatning mavjudlik guvohnomasi. Kimlik yildizi va kelgusiga yo'l boshlaydigan mash'ilidir. Yildizidan uzilgan daraxt qurib ketganidek, öz tarixidan ayrilgan millatmi boshqalarning yozgan yolg'on yovdaqlari ichida g'oyib bo'lishga mahkum. O'tgan 2 asrga yaqin vaqtdan buyon Uyg'ur tarixini ruslar yozdi, Xitoylar yozdi, g'arbliklar yozdi. Biz o'zimizni boshqalarning ko'zi bilan ko'rishga, boshqalarning qalami bilan tunishga majbur bo'ldik. Ammo bugun bu echinishlik davrning oxirlashganligiga shohid bo'lyapmiz. Bugun programmamizda butun umrini, ya'ni hayotining 30 yilini dunyoning har qaysi joylaridagi maxfiy arxivlarning chang to'zonlari orasida Uyg'urning haqiqiy kimligini izlash bilan o'tkazgan bir buyuk olimni mehmon qilamiz. U bir butun millatning yo'q deyilgan, bo'sh qoldirilgan tarix bo'shligini mana bu oldimizda turgan 13 tomlik zo'r hajmlik Uyg'ur umumiy tarixi asri bilan to'ldirgan. Birinchi va ikkinchi qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatlarining sirliq tugullarini pakit bilan yechib bergan tarixshunos, tarix fanlari doktori Nabijon Tursun afandidir. Bugün biz doktor Nabijon Tursun bilan bu 13 tomlik xazinaning qanday vujudga kelganligini, Sovet va Xitoy arxivlaridagi yoshirin haqiqatlarni, yosh avlodlarimizning nima uchun o'z tarixini bilishi shart ekanligi haqida suhbatlashamiz. Xush kelibsiz doktor. Xush bulduk, rahmat. Allah razı olsun. Qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Ko'p rahmat sizga. Sizlarning vaqt chiqarib meni ziyoratga taklif qilganingizga rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. Haqiqatan biz uchun bundaq bir tarixiy bir millatimiz uchun qilingan bundaq bir büyük asar vujudga chiqargan bir mehmon bilan albatta uzun yillardan buyon suhbat o'tkazish orzuyimiz bor. Bugungi nasib bo'ldi, albatta nihoyat iftixorlik ichida turyapmiz. Doktor ko'pdan ko'p rahmat. Ko'p rahmat sizga ham. Hurmatli doktor, endi oldi bilan boshlab ketsak, shu sizni endi muhojiratdagi bo'lsin, vatan ichida bo'lsin, sizning nurg'un asarlaringizni orqali sizni millatimizning ko'pinchisi taniydi endi. Shunda bo'lsa-mu, siz bugun Istiqlol televiziyasining birinchi qatimliq mehmon bo'lib o'tiribsiz. Bugungi nasib bo'ldi. Shunga oldi bilan bundan keyingi ko'radigan ko'rmalarimiz uchun sizni men shundoq bir sizni o'zim tanishtiray desam, men yana bir qancha minut so'zlasam bo'lgan darajada bak jiq. Albatta, nimasi bor, shunga o'z og'zingizdan bir anglagan bo'lsak sizni. Ko'p rahmat sizga. Bugun bu Istiqlol televiziyasining meni bu joyga taklif qilib, ayrim bir ziyorat, suhbat o'tkazishga o'rinlashtirganligingizga alohida rahmat aytaman albatta. Xuddi siz degandek uzun vaqtdan buyon bundaq takliflar kelgan bo'lsa-mu, turli sabablar tufaylidan bundaq bir fursat imkoniyat bo'lmagan edi. Bu qatim bundaq bir fursat bo'ldi. Albatta bu munoyiti zo'r men uchun yangilik. Albatta endi siz yaxshi dedingiz. Endi biz hayotimizning hozirgacha bo'lgan mush qismining ko'p qismini Uyg'ur xalqimizning tarixiy madaniyati, mana mush sohasini o'rganish, tadqiq qilish, bilish yo'lida sarf qildik. Hayotimiz demak hozirgacha mana mush yo'lda o'tdi. Chunki bir millat oldi bilan o'zini bilmoqchi bo'lsa, o'zining tarixini, o'zining o'tmishini, o'zining madaniyatini o'zini yaxshi tushunish kerak. Tushunganda ondan o'zining kimligini tushuna oladi. Demak, bu nuqtani men xili burunla, hatto shu o'smirlik davridan keyingi yoshlik davrlarimiz kirgan vaqtlardan tortibla ota-onamizningki ilhomi, shularning tarbiyasi ostida to'nib yetgan. Mana demak hayotimizning hozirgacha bo'lgan mana shu qismlarini shu sohaga bag'ishlab keldik. Endi men sizning so'rag'iningizdak oldi bilan men qisqacha qilib o'zimni tanishtirib o'tay. Men o'zim Uchturpanlik. Uchturpanda tug'ilgan. Uchturpan degan noiti qadimiy bir yurt. Bizningki Uyg'urlar elidagi Sharq Turkistondagi eng qadimiy shaharlarning, yurtlarning biri. 2000 yildan ortiq tarixiy bir musofasi var bir shahar. Onun keyingi hayatımızdaki o'smirlik va bolalık davrlarimizni shu joyda o'tkazdik. Boshlang'ich maktab, o'rta maktablarni ma'rif tarbiyasini shu yerda oldik. Ota-onamiz o'qituvchi, ma'rifatchi, ziyoli, oila jamoatimizdan kelib chiqqandimi, ana shundaq ma'rifatparvar, ziyoli bir jamoat bo'lgan.
ularninki ecdatları, mesela benim ecdatlarım, bovullarim, momullarim hemmesi şu sabık Sovet İttifakının Karakol, hatta Anjan, Farg'anı şu joylarda tuğan, dadam tarafından bolsa bovullarımız bu Qashqada şu yerda o'tgan jiltizni hatta dadamning tekshirishicha shu Saidiyallar xandonligining Mirzla sistemasiga tava deb aniqlab chiqqan. Demakki bizningki oilamizda shaxsan mening o'zimning shu tariximizga bo'lgan qiziqishning, o'rganish irodasining kuchayishida bevosita men oldidan ustozlarim deb onam dadamni ayta olaman. Shulardan boshlab demak maktabni biz o'zimizning yurtimizda Uyg'ur ona tilimizda ilib, keyin ondan Bejingdagi Markaziy Millatlar institutida o'qib 81-85lar oralida. Shu yerda Uyg'ur tili adabiyoti bo'yicha qadimgi turk tili, qadimgi Uyg'ur tillari bo'yicha ustozlarimizdan bilim oldik. Bizning nihoyat yaxshi bilimli ustozlarimiz o'tgan edi. Hamid Temur deymiz, Tursun Ayub deymiz va boshqa nurg'unlagan ustozlarimiz. Ana shu ustozlardan yetishib chiqqan xeyli ko'p shogirdlar shu Turkiyada, Yevropada va boshqa ellarda yashaydi. Demak shu maktabni bitirgandan keyin dastlab qadamda o'zimizningki tariximiz haqida nihoyat dastlab cho'nqur bilimlarga mana shu jarayonda ega bo'ldik. Qadimgi xalqimizning qadimgi turk Uyg'ur tarixlari, o'rta asrlar tarixi, Mahmud Qashqariy davri, Yusuf Xos Hojiblar, qadimgi Uyg'ur tilimiz, turk tilimiz va boshqa nurg'unlagan turk xalqlar, turkshunoslik sohasining ilm tushunchalarini shu joyda oldik deb aytaman. Ondan keyin Ürümçi'de Şinjan Üniversitesi'de o'qituvchi bo'lib ishildim ko'p yillar. Aspirant oldum. O'rta Osiyo Uyg'ur falsafaviy ideya, tarixiy mavzulari bo'yicha. Ondan keyingi hayotim 90-yillarda sobiq Sovet ittifoqi yig'ilmagan davrda sobiq Sovet ittifoqi Fanlar akademiyasi bu ham dunyodagi eng cho'ng kuchli ilm, sharq tadqiqot o'rinlarining biri hisoblangan sharqshunoslik institutida sobiq Sovet ittifoqi Fanlar akademiyasining keyin Rossiya Fanlar akademiyasi bo'lib ketdi, Sovetlar yiqilgandan keyin. Shu joyda 6 yildan ortiq vaqt ilm ta'sis qildik. Shu yerda men doktor unvonimni shu yerda oldim. Ya'ni Uyg'urlarning maxsus tarixi bo'yicha. Maxsus Uyg'ur tarixi bo'yicha, ya'ni tilshunoslik yoki adabiyotshunoslik degan sohalar bo'yicha emas, O'rta Osiyo Uyg'urlar tarixi bo'yicha, tarixiy manbashunoslik nuqtalari bo'yicha o'rganib, tadqiq qilib, necha minglagan parcha rus va boshqa tillarda yozilgan kitoblarni, arxivlarni, koni klassik tadqiqotlarni, Radlov, Malov degandek tadqiqotchilar o'tgan hamdi. Qadimgi turk tili, qadimgi turk Uyg'ur davlatlari tarixi va boshqalar haqida. Shularning asarlarini cho'nqur o'rgandik va boshqa millatlarnikini o'rgandik, g'arb olimlarinikini o'rgandik. Shu o'rganish jarayonida demak biz bilimimizni shu yerda oldik. Şinjan Üniversitesi'de o'qituvchi bo'lib ishildim. Boshqa nechilagan davlatlarning universitetlarida dars berdim. Eng oxirida mana 2000-yillardan boshlab Amerikada ishlab, uzun mezgil Erkin Osiyo radiosida ishlab, shu yerda radioning bosh muharriri bo'lib, uzun yillar radioning bosh muharrirlik vazifasini ado qildim. Ado qilib, bu jarayonda Uyg'ur tarixi, madaniyatiga oid ko'plagan programmalarni tayyorladim. Ko'plagan tarixiy shaxslarimizni ziyorat qildim. Ularning faktlarini oldim. Shu jarayonda ammo bir kunmi, garchi keyingi hayot qismi mening dastlab o'qituvchilik, tadqiqot hayoti bo'lgan bo'lsa-mu, oliy maktabning keyingi qismi asosli jurnalizm bo'yicha, jurnalistik sohasiga ko'chib ketdim. Ya'ni keyingi vaqtda men ham jurnalist bo'lib yetishib chiqdim desam bo'ladi. Demakki, mening mana hozirgacha bo'lgan bu hayot musafim ilmiy akademik tadqiqot, universitet o'qituvchisi, oxirida jurnalistika, matbuot sohasi shuning xodim bo'lib keldim, ammo o'zimning, ya'ni Uyg'ur xalqining tarixiga bo'lgan, O'rta Osiyo xalqlarining tarixiga, turk xalqlarining tarixi, madaniyatiga bo'lgan o'rganish, izdanish, tadqiq qilish hech qachon bir kunmi to'xtagan emas. Shuni tabib mangdim. Natijada demak mana shunda musofalardan keyin bu 13 tomliq Uyg'ur umumiy tarixi yezib bitirilib, uning dastlabki qadamda mana 8 tomi oldingizdagi chiqdi. Ham qolgan tomlari yezilib bo'ldi, ammo tahrirlanish, tekshirilish, oxirida chiqarilish bosqichi turibdi. Bu jarayonda men dunyoning nurg'unlagan shu Yevropaning, Amerikaning o'zim yashayotgan
Amerika devletimizin şu tarih, O'rta Asiya, Yevroaziya tarix madaniyatiga oid ko'p qitimli xalqaro ilmiy muhokama yig'inlariga qatnashdim. Yevropadagi ilmiy muhokama yig'inlariga qatnashdim universitetining. İlgir keyin 60 qitimdan ortiq xalqaro cho'ng ilmiy muhokama yig'inlarda, albatta buning ichida Turkiya ham bor. Hacettepe Universiteti deymiz va boshqa universitetlar va boshqa o'rinlarda. Shuna bo'lib, Uyg'urlar tarixi va madaniyati, O'rta Osiyo tarixi madaniyatini o'z ichiga olgan holda 60 qitimdan ortiq doklad berdim. Xo'sh. Demak, ilmiy hayotim hozircha ana shunday o'tdi deb so'zlab bersam bo'ldi sizga. Ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Albatta, bunchalik mo'l husnlik bilan to'lgan bir hayotni bir qancha minutda anglatish asla mumkin emas. Bu hayotning jug'lanmasi bo'lib millatimizga qilingan eng cho'ng natija oldimizda turibdi. Haqiqatan bu millat asla unutmaydi buni albatta. Nəhayət bebaha bir gühər oldimizda turibdi.